Şunu bas dedi, pulda abalayıq dedi. O man pulam olmadı, kotagan olmadı, hiç gap olmadı. Assalomu alaykum aka-ukalar, ag'ayin jamoalar, aynalar bir tane like'ni bosib, gumburlatib, gruppa padilis saqlangizlar. Kechagi videoning bu ikkinchisi bo'ladi. Chunki aynalar davomini ko'rib o'tsangizlar ham bo'ladi. Davomida inshaalloh videolar bor. Shu aynaman gaplashganmiz va gaplashib turib suhbatlarimizni eshitsangizlar bo'ladi. Keyin Laqaylar birligi 8 Telegram gruppamizga qo'shila beringizlar aynalar. Bunda ish naval. Aynalar. Yana bir narsani aytayda. Bu bola aytgan edim xuddi asli joyi tug'ilgan joyi G'arovtining 5-chisida. Ko'ktashqa tubiga ko'chib kelgan. Lekin bu bola o'zi haramxo'r. Nastoyashi haramxo'r bu. Nastoyashi haramxo'r. 1.700.000 shunchani ag'an bolalarni uxlatgan. Bu itdan suyak qarzdor. Keyin yana bir narsa aytay. Yana bir aynani Zolotoy koronasidan 70.000 so'm pulda olib turib sibatsa bo'lgan. O'ning ham videosi turibdi. Bugun video qilib qo'yganman. O ham video turibdi. O bolaning ham videosi pulni bermasa 70.000 da. O ham chiqadi. Keyin kecha borib turib aynalari atalarining ag'aynlari shu G'arovtida. Badur Palvon deyman, shu yerda gaplashgan videoda bor. Shular borib turib gapirgan, bugun kechqurun pulni beraman degan, na pul bor, na pul haligi bor. Qo'rqitib turib, bilmayman, shularga hayronman. Bu dunyoni shu osmonda ushlab turgan bo'lsanglar, aynalar taylab qarsa yerga tushib ketsin. Senlar bitib odamni qo'rqitishsizlarmi, sanarmi? Adamni qo'rqitish emas senlar. Kim senlar? Senlar bir tag'ira poq sangar senlar. Tushunyapsizmi? Pulni beringlar. Ukanga aytgan rajat qilsin pulni. Tursin pulni. Tovuq tuxum tursa poq etib, o'sha pul qilib tursin pulni. Senlar 10 ishlatsanlar, buni ishlatsanlar, jalova qilsa borib, nimada ugrajat qilasanlarmi? Senlarga yo'qmi chara? Senlarga ham shu ugrajat qilganlaring uchun ham statya bor, o'ziga yarasha. Davlat bor, bu davlat bechagara emas, bedarvoza emas davlat. Nima uchun davlat deb qo'ygan? Davlatning ham o'ziga yarasha chegarasi bor. Chegaradan chiqmaygani ukang ishlatgan haramxo'r pulni bergan. Ar namusga talashsanglar, shu aynalaring bolalarga aytinglarki, ukam, jigarim, sen kidat qilma birovni deb turib. Bu aslida bu kidat qo'shlar, bu haramxo'rlar, bular valadi zino bo'ladi bular. Bular valadi zino bo'ladi. Nepravильно urilganlar bo'ladi. Nepravильно urilgan. Valadi zino. Xudo urgan, shaytonning urg'achisi. Pulni ber, birovni kidat qilma deydi. Yana kidat qiladi, uyga kelib jalva qilsa, yugurib boradi, aynalari borib turib, 4-5 ta aka-ukalar ekan, borib turib ugrajat qiladi. Senlar kimsinglar? Yana bir marta, senlar bir tag'ira po'qsanglar. Senlarga ham davlat chara bor. Qonun degan narsa bor. Yana 25 ta odamni kidat qilgan. Hammasining menda videolari qarsillab qana tappa tayyor turibdi. Pulni bermasanglar bugun aytib qo'y. Bugun pul ertaga kechqurunga da pul bo'lmasa, boshqa videolar yana chiqaveradi. Yana bir ikkita aynalar G'arovtini bunday qilmanglar. G'arovtiman bunday deb gapiribsanglar, yozibsanglar, kommentariyan как положено o'qib ketaveraman. Chunki bolalar menga gerilligin edi, G'arovtidan chiqmaydi. Chunki G'arovtida tug'ilib o'sgan odam Ko'ktashqa 50 yil bo'lsa ham kesin baribir nastoyash ko'ktashi bo'lmaydi. Baribir kelgindi bo'ladi. Gap millatchilikda ayrimda emas. Ko'ktashda tug'ilsa, shu imonni Ko'ktashning o'zida tug'ilsa, u ayda haqiqatan Ko'ktashda tug'ilgan bu Ko'ktashi deb gapiradi. G'arovtida tug'ilgan bo'lsa baribir G'arovtishi deydi, G'arovtining bolalari deydi. Men o'zim aytaman, mening fikrim. Qayerdanligi menga farqi yo'q. Lekin bu G'arovtida tug'ilgan. G'arovtida tug'ilib, shu yerga ko'chib kelgan, baribir G'arovtining hech qilmasa bir suvini ichib ketdi bu, ichgan. Ger etmanglar, baribir chiqadi bundaqa. Liboy yerdan qo'zi qaringa o'xshab qo'lqillab chiqib qoladi. Bu haramxo'rning urug'i yo'q, avlodi yo'q, yurti yo'q, qishlog'i yo'q. Liboy qishloqdan chiqib qoladi. Aynalar jonlaringiz omon bo'lsin, gruppa padilis saqlanglar. Shuni o'chirtir dedi, iltimos Galatoy taylab nima qilib o'chirsin dedi. Uyga borar, pulingni hal qilaman dedi. Yo'q, bugun uraman, ko'tarmayapti.
Siz arak içip aldım deysiz. Arak qaytib arak içesiz. Arak içmegen adam qaytib arak içedi ayna. Allah. Ha. Puldu bergen joq ha? Yo'q. Sizga o atаңызны araga qo'shib bugun pulni beraman shu gapni gapir degan. To'g'rimi? Kechqurun de. Ha, kechqurun pulni olasan dedi. O'zi shu yerda 1 million 700 ming bo'lgan. To'g'rimi ayna? Alo. Kerak emas dedimi? Ha, ayna men qarang. Men axir Shu pulni ha, bergan yo'q. To'g'rimi? Sizga abitat qildi, pulingni beraman dedi. O'chirtir dedi. ay, ay, Atağınız yaptırdı. O 2-3 maşın geldi dedi. O 2-3 maşın kim olalı? Ali Palvan deyim. Şolara mı ay. yazma? E, Aynen alışı birge jirgen adamım. Şol babası Bahadır. Özlerin ağaynları begane emas. Bahadır Palvan deydi. Onlar tanıyman. Hatta neleri? Hatın bir geçtiğimi. Süleyman? Ay, Ya bulan hemesini tanıyman. ay. Onun yetti puşta kıllıkıştını tanıyman. Ha, düşündüm. Puldu keşkurun Ay. beremen deyip bermedi. Men Olmayla? menen Yok. Koplar Alam- ayna manga aytasiz sende gapingga javob berolmasang nima qilasan gapirib deydi. Ayna men misol uchun men o gapni o'ylagan jo'qman. To'g'rimi? Men sizga shu bachcha sizdan haqiqatdan qarzdor. Sizlarning pullaringizni bermagan. To'g'ri? Men qarang. Bir kun ish kuningiz bo'lsa ham, lekin shu bolalar sizlarning pullaringizni bermagan. Shu bachcha. Hayır. Sizga Hayır. gapga javob, tilga javob, ishlasam pulingni beraman degan. Shunday bo'lganmi? Alo, qatib qolyapsiz. Alo. Hayır. Alo, shu gap bo'lgan. Oh. Misol uchun ko'plar aytadi, sen deydi, misol uchun men o'zim pridumut qilgan jo'qman. Misol uchun shu bola sizdan haqiqat 3 oydan beri menga aytgan edingiz, qo'y degan edingiz, keyin qo'ydim. To'g'rimi? 3 oy bo'ldi. Qishda aytib edingiz, ayna. 3 oymi bo'ldi, taxi. Короче, shunday ayna. O bola pulni bermagan. Yo'q, tushundim. Endi sizga abishat qiladi. Sizga abishat qiladi, pulni bermaydi. Sizga abishat qiladi, pulni bermaydi. To'g'rimi? Hayır, beremen hal qilamiz, beremiz dedi, berilgen yok. Ha bu bola keyin şimdi yana Zolotoy korona 70 mingga yana birovlardan ham olib ketgan. To'g'rimi? Bilaman uni. Onu mümkün bordi, men bilmasam. Siz o'zingiz 100% bilasiz, ha? Kavandan chiqlamak boga. Qo'rqasizlar. Yo'q, adam qo'rqmaganda, o misol uchun xuddi hamma ko'rib o'tiribdi, aytadi bir alkashning deb gapini gap debsen deydi. Misol uchun siz duppa durust odam bo'lsangiz, aroq ichibam deb o'zingizning obro'y topish qiyin ayna. Obro'y to'gish oson. Ya misol uchun men sizga boshlagan jo'qman, to'g'rimi? O'zingiz telefon qildingiz. Shunday maynoq 10 ming rubl bersang, pulingni ketaman. Qozog'istonda ketgan joyingiz bo'lganmi? Tushun. Zakir degan amakisiga aytdim. Bepul ko'chada qolib ketdingiz. 10 ming so'mini ber, boshqa pulim kerak emas. Men shu uyga yetib olsam bo'ldi dedingiz. Lekin bu bola bermadi pulni. To'g'rimi? Hayır. Endi buning ag'ayni yo'q edi, bundangi bo'lganda ag'ayn urug' paydo bo'lib qoldi bunga. Ha, buning urug'i ko'payib ketdi. Hamma ag'aynlari pul bermagan payti ag'aynlar bunga purotib ishlab, so'gib ushtib yurgicha edi buni. Endi bular obro'ga talashib, uyalish bo'lib qolibdi. Ag'ayni bularning o'zi bu harramxo'rning ag'ayni ko'p bo'ladi. Ajrovi ko'p bo'ladi. Ag'aynlar telefon qilib bilaman ayna. Ag'anim yo'q. Men obro'y topish qiyin, obro'y to'gish oson-da. Shuncha ko'rsangiz zaten shu YouTube'da haligi obro'yni siz bir videongiz bilan to'gib qo'yasiz, ayna. Men aroq ichib qolibman deydi. Kanada senday so'ramaysanmi deydi. Ha men nimani so'rayman? O sizni kidat qilgan bo'lsa, ko'chada qolib ketibingiz.
Doğru mu? 10 bin pul tayla dedi. Taylamagan o bala. Doğru mu? 10 bin pul tayla. Men bilemem. Aylagan o. Hayır, tayla ana. Pul sizge aytdı. Pul agar naşa şu videonu kılasan, taylaysan gruppalarga, misal üçün şu balaga hem taylaysan, keyin videonu öçürtesen, men sana keş kurup 10 bin son pul, 100 bin, 50 bin mi kanca pulunu beremen dedi karoçu. Şu pulum senin pulunu beremen dedi. Agar başka bahçelerim agar şu videonu görse, başka bahçelerim pul türebi utkulat dedi. Şunday bir gap oldu. Doğru mu? Bir yerde. Bahadır akesi aytdı. Hayır. Yok, kulak sanayla. Bu hazır agar bu videonu başka halk görse dedi, hazır öçürt dedi, başka adamlar görse yani başkalarının pulunu tribut kılat dedi. Doğru mu? Aynen. Ay. Hanım hakikat boluş gerek de ayna. Nasıl Aynen. aydınlık gerek bana ayna. Başka gerek emez. Adam geldi. Üge meyman geldi. Yok Davay. ayna. Tamam.